Bahor faslining boshlanishi bilan tumanimizda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ham avj oladi. Mahalla-ko'y, ko'cha-guzarlar, yashayotgan manzil va maskanlarni obod qilish niyatida fuqarolarimiz ta'bir joiz bo'lsa, bellariga qamishdan belbog' bog'lab ishga kirishadi. Ayni kunda tumanimizning barcha hududlarida obodonlashtirish ishlari avj olgan. Birinchi sektor hududida istiqomat qiladigan aholi ham har yili bahorgi yumushlarni, mahallalar miqyosidagi ariqlarni tozalash bilan boshlaydilar. Ushbu an'anaga sodiq qolgan holda Tul mahalla fuqarolar yig'ini aholisi mahalla arig'ini tozalash maqsadida mahalla mutasaddilari tashabbusi bilan tashkil etilgan hasharga chiqdilar. Mazkur ariqning umumiy uzunligi 21 kilometrni tashkil etadi. Har yili mana shunday hasharlar tashkil etiladi va ariq bir haftaga bormay hasharchilar tomonidan tozalanadi. Bugun 274 ta odam chiqdi. Mana Xudoga shukr, mana shu 21 kilometr nimani shu 5 kun 6 kun ichida nima qilib suvni baylab Navruzga, mana shu Ramazon oyiga shu xalqimga suvni yetkazib berishga hammamiz xalq bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilyapmiz. Xudo xolasa yetkazib beramiz suvni. Mana shu ariqlarni tez kunda tozalab maraga yetkazamiz. Bu yilgi hasharga asosan mahalla yoshlari jalb etildi. Hasharga chiqqan nuroniy otaxonlar ham bu yumushda yoshlarga ko'mak berishdi. Mahallamiz erkaklari hasharga chiqishsa, biz ayollar ham jim turmaymiz. Bu yilgi hasharga mahalla xotin-qizlari ham hissa qo'shishdi. Hasharchilarga chalpak pishirdik va ularga ulashdik. Shuningdek, doshqozonlar qo'yilib, hasharchilar tushligiga palovxontura pishiryapmiz, deydi mahalla faoli, mehnat faxriysi Muborakxon Olimova. Ilohim tani joni hamma sog' shavat. Tani sihat xotiri jamishad. Hosila va Xudo baraka xayrtiyat. Omadi ko'rish imkoniyat, omadi ko'rish hokimam ya prezident bu faqat zamonamo tinch shavat. Men hamma saxovat peshovam umri daroz tiyat, rizqi faroq tiyat. Zamona tinchishad mo maza karda mana mi xil tadbiriy guzaronda hasharova rafta zarakon maza karda. Dar haqiqat tumanimizda bugun mehnat pallasi fuqarolarimizning faol ishtiroki asosida qizg'in tusga kirgan. Birinchi sektor hududidagi bog'bonlar va bobo dehqonlar ham qo'llari mehnatda. Yangi ko'chatlar o'tkazish, ularni oqlash, mavjud nihol va daraxtlarni butash kabi amallar dehqonlarimizning kundalik yumushiga aylangan. Mahalla guzarlari va ko'chalarda doshqozonlar qo'yilib, bahorgi taom, sumalak pishirayotgan munis onaxonlarimiz sumalak kavlab duolar qilishmoqda. Zotan ozod va obod yurtda mana shunday xayrli tadbirlarning keti uzilmaydi. Parvardigora hamon vaqtako va rasondagi shukr. Xudo zamoniyakoya tinchkina. Davlatakomoya tinchkina. Mahallayakomoya. Darvoqe, Tul mahalla fuqarolar yig'inida kam ta'minlangan oilalar temir daftardagi fuqarolarni moddiy qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Mahallada yashovchi boquvchisini yo'qotgan temir daftar ro'yxatiga kiritilgan Tanzila Mirzoyevaga tuman hokimligi ko'magi va tashabbusi bilan yangi uy qurib berildi. Tul mahalla fuqarolar yig'ini hududida Surati ko'chamizda yashovchi fuqaro, ehtiyojmand fuqaro, musofir Mirzoyeva Tanzila opaga mana uy-joy masalasi bo'yicha murojaatlariga asosan tuman hokimimizning tashabbuslari bilan mana hozir ko'rib turibsizlar, yangi uy solib berdik. Mana avvalgi uylari, uy-joylari nima bo'lganligi sabab yangi uy solib berdik. Albatta uy mana shu holatda endi ozgina ishi qoldi. Mana ichi pol, faner. Xudo xolasa mana shu Navruzda uje biz uyda topshiramiz. Bugun Suq tumanida mana shunday xayrli amallar uyg'unlikda davom etmoqda. Eng asosiysi, bunday ishlarda tuman ahli tomoshabin emas, balki ishtirokchi sifatida o'z hissalarini qo'shayotir va tumanda bahorgi yumushlar birdamlikda davom etyapti. Corre, agora não é que se